Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hech narsa deyishmasdan, boshqamasdan meni urib olishdi. Больше на других кварталах никакой зеленой вот такой вот зоны нет и нет стадиона, где бы могли люди приходить. Все живем в бетоне, и вы хотите последнюю территорию у нас эту забрать? Davlat maktabi, bu tarafda elitniy maktab bo'lar ekan. Borishda, o'nta borishda ma'murchilik bo'ladi. Yozib Konstitutsiya. Xalqaro tajribani ham ko'rganman. 2025-yilda qancha sudya vakolat muddati oldin to'xtatildi? 59 nafar sudya lavozimidan ozod etildi. 2025-yildagi eng yirik firibgarlik Credit House ishi bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Hozirda ko'chada 1 yildan beri bevatan bo'lib, bepropiska bo'lib yashab yuribmiz. Bular mana shunaqa mashinik firma ekan. Qancha xalq uysiz qolib ketibdi. Mana shu 937-sonli qonunda juda ko'pchilik kutayotgandi. Eng asosiy savol 2018-yildan keyin qurilgan uylar taqdiri nima bo'ladi? Bu bo'yicha hozircha nimalar ma'lum? Buni keyin shu qonun bo'yicha ko'rib chiqiladi oxiri. Toshkentda to'xtab qolgan qurilish, aholi uning davom etishini so'ramoqda. Bu narsaga hayron. 2023-yil bunisi o'zi jinoiy ish ochilib, o'zi tergov bo'lib, o'sha o'zgartirish kiritib 6 va 8 qavatli qilish mumkin. Bu juda ham qiyin-da. Odamlarda ishonch qolmagan. Все.